Agar 2026-yil sizga nihoyat chuqur nafas olishni bersa-chi? Baliq burji vakillari uchun bu yil qutqarish emas, yashash yilidir. 2026-yilda siz nihoyat tushunasiz, noziklik zaiflik emas ekan. 2026-yil baliq burji vakillari uchun og'riqni emas, mo'jizani tanlash yili bo'ladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Baliq burji vakillari uchun eng to'liq va batafsil 2026-yilning munajjimlar bashoratiga xush kelibsiz. Ushbu videoda sevgi, munosabatlar, oila, sog'lik, moliya, biznes, o'qish, ish, do'stlik va ruhiy energiya bo'yicha 2026-yilda baliq burji vakillarini nimalar kutayotganini yulduzlar tahlili asosida bilib olasiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Eng muhim oylar, omadli kunlar va ogohlantirishlar aynan oxirida aytib beriladi. Azizlar, bir narsani har doim yodda tuting. Bashoratlar bu taqdir emas. Ular sizga faqatgina ruhiy yo'l yo'riq, ogohlantirish va ilhom manbaidir. Oxirgi qaror va tanlov esa har doim sizning qo'lingizda bo'ladi. Biz uchun esa eng yuksak ishonch Alloh taolaning taqdiri va qismatidadir. Shuni doim eslab qoling. Yulduzlar nima desa desin, agar siz ota-onaning rizosini olib, halol mehnat bilan rizq ortidan yursangiz va duo bilan yashasangiz, Alloh siz uchun hatto tasavvur ham qilmagan eshiklarni ochadi. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring. Agar siz boshqa burjlarning 2026-yil bashoratlarini ham bilmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keling, endi 2026-yilning yulduzlar sirlariga birgalikda nazar tashlaymiz. Baliq burji vakillari uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil baliq burji vakillari uchun oddiy bir yil emas, balki uzoq va mashaqqatli yo'ldan keyin nihoyat chuqur nafas olib olish davridir. Sizni ancha vaqtdan sinab kelgan Saturn sayyorasi endi sizni qiynaydigan kuch emas, balki hayotdan saboq beradigan dono ustozga aylanadi. U sizni siqmaydi, balki to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Yupiter sayyorasi esa hayotingizga ilhom, yangi imkoniyatlar va sizning asl imkoniyatlaringizni ko'ra oladigan odamlarni olib kiradi. Siz bu yilda ichki jihatdan yetilasiz, lekin o'z muloyimligingiz va sezgirligingizni yo'qotmaysiz. Aynan mana shu sizning 2026-yildagi eng katta yutug'ingiz bo'ladi. Baliq burji vakillari uchun 2026-yilning yanvar-mart oylari bashorati. 2026-yil boshi sokin o'tadi, lekin bu sokinlik ichida katta kuch yashirin bo'ladi. Go'yo dengiz yuzasi tinch, ammo pastda kuchli oqim harakatda. Siz kutilmaganda shuni tushunasizki, ilgari yo'l qo'ygan xatolaringiz bekorga emas ekan. Ular sizni tayyorlab kelgan. Ichingizda xotirjamlik va aniqlik paydo bo'ladi. Ish faoliyatingizda muhim o'zgarish bo'lishi mumkin. Yo'nalishni almashtirasiz yoki hozirgi ishingizda yangi, muhimroq rolga ega bo'lasiz. Moliyaviy holat esa o'z qobiliyatingizga ishonishni boshlaganingizdan keyin yaxshilanadi. Venera sayyorasi esa hayotingizga iliqlik olib kiradi. Yanvar-fevral oylarida shaxsiy hayotingizni butunlay o'zgartirishi mumkin bo'lgan, ammo juda muloyim va tabiiy tarzda yuz beradigan uchrashuv ehtimoli yuqori. Baliq burji vakillari uchun 2026-yilning aprel-iyun oylari bashorati. Yupiter sayyorasi faol bosqichga o'tadi va bu siz uchun shaxsiy yangi tong boshlanishiga o'xshaydi. Ijod, muloqot, ta'lim va sezgi bilan bog'liq barcha ishlar jonlanadi va yaxshi natija bera boshlaydi. G'oyalar kutilmaganda go'yo ichingizdan o'z-o'zidan kelib chiqadi. Siz esa ishlaringizni majburlamasdan tabiiy oqimda bajarasiz. Bahor oylarida o'zingizni ko'rsatish imkoniyatlari ko'payadi. Chiqishlar bo'lishi mumkin, yangi mijozlar paydo bo'ladi, shartnomalar tuziladi va mehnatingiz e'tirof etiladi. Moliyaviy tomondan o'sish seziladi. Sevgi esa yanada chuqurroq ma'no kasb etadi. Siz bir payt tushunasizki, sevgi baland ovozli yoki shov-shuvli bo'lishi shart emas.
u sokin bo'lsa ham juda katta va mazmunli bo'lishi mumkin. Baliq burji vakillari uchun 2026-yilning iyul-sentyabr oylari bashorati. Saturn sayyorasi hayotdagi jarayonlarni biroz sekinlashtiradi. Bu davr go'yo haqiqatni tekshirishga o'xshaydi. O'zingizni charchagan his qilishingiz, shubhalar paydo bo'lishi yoki hammasini tashlab ketgudek bo'lishingiz mumkin. Lekin shoshilmang, bu oxiri emas. Bu vaqt muvozanatni tiklash uchun berilgan. Tanangizga quloq soling, ko'proq uxlang, yetarli suv iching, yengil harakat qiling. Atrofdagilar sizdan yordam so'rasa ham, ularning barcha his-tuyg'ularni o'z bo'yningizga olmang. Yoz oylarining asosiy vazifasi o'zingizga g'amxo'rlik qilishdir. Hatto hamma ishla, harakat qil deb turgan bo'lsa ham, o'zingizni asrash muhimdir. Ilhom qaytishi uchun ichingizda biroz bo'sh joy qoldiring. U albatta yana keladi. Baliq burji vakillari uchun 2026-yilning oktyabr-dekabr oylari bashorati. Yil juda chiroyli yakunlanadi. Bu davr go'yo sehrli lahzalarga boy bo'ladi. Yupiter va Venera sayyoralari birlashib sizga ichki nur va ishonch bag'ishlaydi. Odamlar sizni ko'ra boshlaydi, qadringizni biladi, sizni taklif qilishadi va yoningizda bo'lishni xohlashadi. Ishda muvaffaqiyatlar ko'rinadi, ijodingiz e'tirof etiladi, ichingizda esa sokinlik va xotirjamlik paydo bo'ladi. Kuz oylarida taqdirga o'xshash uchrashuv, muhim voqea yoki kutilmagan taklif bo'lishi mumkin. Siz buni darrov his qilasiz va o'zingizga shunday deysiz: "Ha, bu aynan menga mos." Dekabr oyiga kelib esa o'zingizni yangidan tug'ilgandek sezishingiz mumkin. Siz avvalgidan donoroq, muloyimroq va o'zingizga ancha ishongan bo'lasiz. 2026-yil Baliq burji vakillari uchun yorug'lik va ichki chuqurlik yili bo'ladi. Siz endi hammani qutqarishga, hammaning muammosini o'z zimmangizga olishga urinmaysiz. Aksincha, o'z his-tuyg'ularingizga quloq solib yashaysiz va shu holatingiz bilan boshqalarga ilhom berasiz. Oldin faqat xayol bo'lib tuyulgan orzularingiz endi aniq ma'noga ega bo'lib, hayotning o'zi rejalashtirayotgan yo'lga aylanadi. Baliq burji vakillari uchun 2026-yil shiori: Men haqiqatdan qochmayman, uni mo'jizaga aylantiraman. Eng yaxshi davrlar mart, iyun va noyabr. Bu oylar sizga ravshan fikrlar, kuchli ilhom va samimiy sevgi olib keladi. Baliq burjida tug'ilgan ayollar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil ayol Baliq burji vakillari uchun sokin ravshanlik yili bo'ladi. Bu yil keskin portlashlar yoki keskin inqiloblar emas, balki xuddi tuman sekin-asta tarqalib, atrof ravshan ko'rina boshlagandek uyg'onish davridir. Endi siz faqat his-tuyg'ularingizni emas, balki nimani xohlayotganingizni ham aniqroq ko'ra boshlaysiz. Hayot endi tartibsizlikdek tuyulmaydi. Siz unda o'zingizga mos ritmni topasiz. Siz hamma uchun qulay odam bo'lishni to'xtatasiz. Endi boshqalarning istaklarini oldindan sezishga urinmaysiz. Sizni eshitmaydigan yoki qadrlamaydigan odamlarga yopishib olmaysiz. O'zingizga mos hayot kechirish uchun ichingizda kuch paydo bo'ladi. Sokin, o'zingizni sevgan holda ortiqcha dramasiz. Siz hali ham nozik va sezgirsiz, ammo bu sezgirlik endi sizni sindirmaydi, aksincha mustahkam qiladi. Munosabatlarda siz endi azobni emas, mehrni tanlaysiz. O'zaro ishonch, hurmat va qo'llab-quvvatlash bo'lgan joylarda aloqalar yanada chuqurlashadi. Faqat umid yoki odat bilan ushlab turilgan munosabatlarda esa siz og'riqsiz va sokinlik bilan qo'yib yuborishni o'rganasiz. Endi siz qutqarishni istamagan insonlarni qutqarishga urinmaysiz. Yolg'iz ayol Baliq burji vakillari esa o'z oldida kuchli ko'rinishga majbur bo'lmagan, shunchaki o'zi bo'lish mumkin bo'lgan inson bilan uchrashishlari mumkin va aynan shu uchrashuv eng katta sehrga aylanadi. Ish faoliyatida siz endi yo'qotishdan qo'rqib emas, ilhom bilan harakat qilasiz. 2026-yil ijod, o'qish va ichki dunyoyingizni aks ettiradigan faoliyatlar uchun juda qulay davr bo'ladi. Moliyaviy barqarorlik esa siz o'z iste'dodingizni qadrlashni boshlaganingizdan keyin keladi.
Yilning eng muhim sabog'i qo'rquvdan ko'ra intuitsiyaga ko'proq ishonishdir. Yil oxiriga kelib siz balandroq emas, balki ancha ishonchliroq bo'lasiz. Endi sizning muloyimligingiz zaiflik emas, u sizning kuchingizning shakliga aylanadi. Baliq burjida tug'ilgan erkaklar uchun 2026-yil bashorati. 2026-yil erkak baliq burji vakillari uchun uyg'onish yili bo'ladi. Bu yil keskin burilishlar bilan emas, balki yo'l asta-sekin ravshan ko'rina boshlashi bilan ajralib turadi. Oldingi shubhalar va noaniqliklar tarqaladi. Boshqalarga moslashib yashashdan to'plangan charchoq sekin-asta yo'qoladi. Siz endi hayot oqimi bilan shunchaki oqib ketmaysiz. Qayerga borishni o'zingiz tanlaysiz. Ish va faoliyat sohasida ichki yetuklik davri boshlanadi. Siz endi yordamchi rolda qolishni istamaysiz, balki qaror qabul qiladigan, mas'uliyatni oladigan insonga aylanasiz. Bu yil o'zingizni ko'rsatish uchun juda qulay. Yangi ish boshlash, ijodiy loyiha yaratish, o'qish yoki ma'noga ega bo'lgan faoliyat bilan shug'ullanish mumkin. Moliyaviy masalada pul siz o'z qobiliyatingizga ishonib harakat qilgan paytdan boshlab kirib keladi. O'zingizni qadrlay boshlaganingiz sayin atrofdagi dunyo ham sizning qadringizni tan oladi. Munosabatlarda esa rostlik va aniqlik muhim bo'ladi. Endi siz yolg'izlikdan qo'rqib munosabatni ushlab turmaysiz. Agar yoningizdagi inson bilan sokinlik, bosimsiz qo'llab-quvvatlash va tushunish bo'lsa, siz juda yaxshi hamroh bo'lasiz. Agar munosabatlar faqat ayb hissi va charchoq ustiga qurilgan bo'lsa, 2026-yil sizni muloyim tarzda ochiq suhbatga yoki sokin ajralishga olib keladi. Yolg'iz erkak baliq burji vakillari esa chuqurlikdan qo'rqmaydigan, aksincha ichki dunyosiga chorlaydigan inson bilan uchrashishlari mumkin. Bu aloqa niqoblarsiz bo'ladi. Siz o'zingiz bo'la oladigan munosabat shakllanadi. Yilning eng katta o'zgarishi tashqarida emas, balki ichingizda sodir bo'ladi. Siz hayot hammasini o'zi hal qilib beradi deb kutmaysiz, balki o'zingiz qadam tashlay boshlaysiz. Yil oxiriga kelib siz sokin va ishonchli bir holatni his qilasiz. Hammasi mukammal bo'lmasligi mumkin, lekin endi siz o'z hayotingizning boshqaruvchisiga aylangansiz. Avval qo'rqinchli tuyulgan dengiz esa endi siz uchun begona emas. U sizning makoningizga, uyingizga o'xshab qoladi. Baliq burji vakillari uchun 2026-yil sevgi bashorati. 2026-yil sevgi masalasida yurakning uyg'onish yili bo'ladi. Siz endi tushunasizki, kimnidir qutqarish, doim chidash yoki nimanidir kutib yashash bu sevgi emas. Sizga endi o'yinlarsiz, og'riqsiz, tirik va haqiqiy tuyg'u kerak bo'ladi. Bu yil siz aniq ajrata boshlaysiz. Qayerda chin sevgi bor, qayerda esa shunchaki odat. Qayerda yaqinlik bor, qayerda esa bog'lanib qolish. Ana shu tushuncha butun munosabatlarga bo'lgan qarashingizni o'zgartiradi. Agar hozir munosabatda bo'lsangiz, 2026-yil siz uchun tozalanish va yangilanish davriga aylanadi. Siz ichingizda yig'ilib qolgan gaplarni og'riqsiz, yurakdan ayta boshlaysiz. Hurmat va o'zaro qo'llab-quvvatlash bo'lgan munosabatlar yanada mustahkamlanadi. Agar esa aloqa faqat ayb hissi va qo'rquv ustiga qurilgan bo'lsa, siz uni janjalsiz, sokinlik bilan qo'yib yuborasiz. Yolg'iz baliq burji vakillari esa yonida doim kuchli bo'lishi shart bo'lmagan, sizni borligingizni qabul qiladigan inson bilan uchrashishlari mumkin. Bu baland ehtirosli sevgi emas, balki ichingizdan mana shu degan sokin va ishonchli tanishlik bo'ladi. Yilning eng muhim sabog'i shundan iborat. Sevgi qutqarishi shart emas. Sevgi iliqlik berishi, yurakni isitishi kerak. Bu yil siz boshqalarda erib ketishni to'xtatasiz va ikki inson o'zligini yo'qotmasdan bir-birini bosimsiz qabul qiladigan sog'lom munosabat qurishni o'rganasiz. Baliq burji vakillari uchun 2026-yilning moliyaviy bashorati. 2026-yilda baliq burji vakillari pulga boshqacha qaray boshlaydi. Endi u tasodif emas, balki muhim resurs sifatida qabul qilinadi. Bu yil moliyaviy jihatdan yetilish davri bo'ladi. Qo'rquvsiz, ochko'zliksiz, lekin o'zingiz yaratgan mehnatga hurmat bilan munosabat qilishni o'rganasiz.
Siz nihoyat tushunasiz, ilhom juda muhim, ammo rejasiz u yo'nalishsiz qoladi. Ma'noga ega bo'lgan ish asta-sekin daromad ham keltira boshlaydi. Faqat shunchaki g'oya uchun ishlashni bas qilsangiz bo'ldi. O'z mehnatini qadrlagan baliq burji vakillariga hayot ham shunday javob qaytaradi. Takliflar ko'payadi, loyihalar paydo bo'ladi va moliyaviy barqarorlik sezila boshlaydi. 2026-yil kasbni o'zgartirish, yangi ish boshlash, o'qishga kirish yoki uzoq vaqtdan beri orzu qilib yurgan faoliyatga qaytish uchun juda qulay davr bo'ladi. Eng muhimi, iste'dodingizni yashirmang va boshqalarning sizning muloyimligingizdan foydalanishiga yo'l qo'ymang. Yilning asosiy xavfi hissiyot bilan qilinadigan xarajatlardir. Kayfiyatga berilib xarid qilish, yordamni qabul qilmaydigan odamlarga yordam berish yoki baxtni pul bilan sotib olish istagi moliyaviy resursni kamaytirishi mumkin. Shu sababli ongli sarflash muhim bo'ladi. Ozgina jamg'arma, oldindan rejalashtirish va hatto ramziy bo'lsa ham moliyaviy xavfsizlik yostig'i sizga ichki xotirjamlik beradi. Yil oxiriga kelib siz shuni aniq his qilasiz. Pul endi qo'lingizdan sirg'alib ketmayapti, chunki siz undan qo'rqmay, o'zingizni qadrlagan holda va ongli tarzda munosabat qila boshlagansiz. Baliq burji vakillari uchun 2026-yil salomatlik bashorati. 2026-yilda sog'lig'ingiz bevosita ichki hissiy holatingizni aks ettiradi. Baliq burji vakillari boshqalarga qaraganda chuqurroq his qilgani uchun ichki bezovtalik va bosim to'planib qolsa, bu eng avvalo tanada sezila boshlaydi. Bu yil sizga muloyim tarzda shuni o'rgatadi. O'zingizga g'amxo'rlik qilish hashamat emas, balki hayotiy zaruratdir. Yil boshida energiya notekis bo'lishi mumkin. Ba'zi kunlari ilhom va kuchga to'lasiz, boshqa kunlari esa tez charchaysiz. Bunga qarshi kurashmang. O'zingizning tabiiy ritmingizni kuzating. Yetarli uyqu, tinch va me'yoridagi ovqatlanish, suv ichish, iliqlik va sokin muhit siz uchun eng samarali davo bo'ladi. Eng muhimi, butun dunyoni qutqarishga urinishni to'xtatib, avvalo o'zingizni asrashni o'rganishdir. Yilning ikkinchi yarmida oldindan yig'ilib qolgan zo'riqishlar o'zini ko'rsatishi mumkin. Oshqozon bilan bog'liq muammolar, asab tizimi, bel og'riqlari yoki gormonal muvozanat buzilishi ehtimoli bor. Ba'zan aytilmagan gaplar va ichda qolgan hislar tanada og'riq orqali namoyon bo'ladi. Shu sababli hissiyotlarni ichga yutib yurmaslik muhim. Gapiring, yig'lang, dam oling. Suv bo'yida sayr qilish, yoga, cho'zilish mashqlari, nafas olish amaliyotlari va muloyim jismoniy harakatlar ayniqsa foydali bo'ladi. Bu yilning eng muhim darsi chidab yashash emasdir. Baliq burji vakillarining haqiqiy kuchi o'z vaqtida to'xtay olishidadir. Yil oxiriga kelib tanangizga mehr va e'tibor bilan munosabat qilganingiz sari, u ham sizga yengillik va iliqlik bilan javob qaytarayotganini sezishingiz mumkin. 2026-yilda siz shunchaki sezgir emas, balki barqaror bo'lishni ham o'rganasiz va aynan mana shu sizning asl shifongiz bo'ladi. 2026-yilda siz boshqalarni qutqarishni to'xtatasiz va shu bilan dunyoni o'zgartira boshlaysiz. Siz endi hislaringizdan qochmaysiz, ularni kuchga aylantirasiz. Muloyimligingiz sizning zaif joyingiz emas, balki eng kuchli qurolingiz. Siz shovqin bilan emas, sokin nur bilan yutasiz va aynan shu sabab 2026-yil siznikidir. Do'stlar, mana shu bilan biz baliq burji vakillari uchun 2026-yilning yulduzlar bashoratini birgalikda ko'rdik. Har bir baliq burji vakili uchun hayotning turli sohalarida o'ziga xos imkoniyatlar va sinovlar bor. Eng asosiysi hayotingizni o'zingiz boshqarishingiz, bashoratlarni esa yo'l-yo'riq sifatida qabul qilishingizdir. Aslida taqdir Allohning qo'lida. Har bir natija esa bizning niyatimiz va mehnatimizga bog'liqdir. Demak, bizning hayotimizdagi haqiqiy burj va yo'lboshchi bu iymonimiz, sabrimiz va yaxshi amallarimizdir. Qaysi burj vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar, shu yilda siz uchun eng muhimi oilangizni qadrlash, sog'lig'ingizga e'tibor berish, mehnatni davom ettirish va duolardan charchamaslikdir. Chunki duo mo'minning qurolidir. Aziz do'stlar, kommentariyda qaysi burj vakili siz va sizni qaysi qism eng ko'p o'ylantirdi, shuni yozib qoldiring. Bu bizga keyingi videolarni yanada qiziqarli va sizga foydali qilishimizga yordam beradi.
Do'stlar, kanalimizni kuzatishda davom eting, qo'llab-quvvatlab obuna bo'ling. Yakunda hammangizga shunday duo qilaman. Yangi yil sizga baraka, tinchlik, sog'lik va qalbingizga orom olib kelsin. Alloh sizni xayrli yo'llarda asrasin va barcha ezgu niyatlaringizni amalga oshirsin. Assalomu alaykum va yana ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.